kanalimiz obunachilari ish bor deganlar uchun marhamat. Fasad ish bor ekan bir akamizga. Hozir o'zlari basab hammasini tushuntirib beradilar. Keling kan aka. Assalomu alaykum Murod aka, yaxshimisiz? So'zingiz yaxshimi? Deyimsiz? Nima? Rahmat. Nima ish bor ekan? Mana bu obunachilarimiz uchun. Bu abegimiz fasad qilinishi kerak. Agar ishchi brigada bo'lsa, ana shu fasadi bo'ladi. Agar yaxshi ishlashsa, kачество нормально bo'lsa. Fasad nimadan bo'ladi bu? Fasad bo'ladi utubletel. Penapleksdan utubletel bo'ladi. Penaplex. Ha? Penaplex utubletel bo'ladi. A usti keyinchi? Setka, 2-3 slay kley, karayit bo'ladi. Ha, karayik fasadni, karayik bo'ladi. Karayikdan keyin kraska uriladi fasadni. Ichi ham biror nima biladi? Agar tashqarisini nima qilgandan keyin, tugatgandan keyin ichkarisi boshlanadi ish. Ha. Agar bir normal brigada bo'lsa-ku, santexnik elektriklar tushunadigan bo'lsa, polni hammasini noldan ekanda ish ancha bor ekanda. Sizga bitta brigada kerak ekanda, spesial отделчик brigadasi. Bu bir abegimiz. Keyin agar uzoqdan ko'rinsa agar mana penaplex qilingan, ana uni ham qilishimiz kerak. Ha, bu ikkinchi obyektingizmi? Bu ikkinchi obyekt. Ha. Mana penaplex qilingan, bu uchinchi obyekt. Bu ichkarida. Chetga chiqayotgan. Ana uzoqdan ko'rsatma uni ham agar bo'ladigan bo'lsa. Marhamat, brigada bo'lsa, kelingizlar, telefon nomeri qoldiraman. Telefon qilaverasizlar. Shaxsiy ekan ish, fasad ishlari. Bu ham katta ekan lekin, Katta, 600 kvadratda bor. 4 kishi, 5 kishi bitta brigada kerak ekanda siz uchun. Ikkinchi, uchinchi obyektingiz bilan o'zi ikkita brigada qilib bo'lsangiz ham bo'lar ekan. Bo'ladi. Shu bitta brigada bo'lsa, bitta brigada bo'lsa, sherni o'zidan bir sezon ishlar ekanda. Chunki desani arenda olib keladi. Desani arenda olib keladi. Bunga oshiratovdan ketadi. Bitta brigada bo'lsa, sezonni oxirigacha zo'r ish. Yaxshi, katta ish ekan ishingiz. Lekin bu endi ancha ko'chasini bekatib fasadni qilib bo'lsangiz, keyin ichkari, qishga ichkari kirib bo'lsangiz ham bo'lar ekanda. Qishda endi ichkarida ish yaxshi-da. Ichkarida ish yaxshi. Ichkarida santexnik, elektrik, stiyashka, shkaturka. Bir sezonga ish bor qishda. Uchalasi o'zi bir sezonni o'zi ham bir sezon emas, 1 yilga ham yetib ortadi lekin. Bitta brigadaga 3 kishi, 4 kishi bo'lsa. Yetadi. Murod aka, ishini ham ko'rsatasizmi obunachilarga? Ishi nima? Ha. Ishini ham bir ko'rsatsangiz agar. Bundan keyin bular ishga turuvchi, ham fasadchi, ham ishga turuvchi. Bitta brigada bo'lib kelsa. Bitta brigada. Ana, kattaligini qarang. Ana buni ichiga O'zi ham 1000 kvadrat bormi deyman ishga turka? Ha, buni ichiga keramzit bilan yana beton quyiladi. Pollariga. Shkaturka bo'ladi. Shkaturkadan keyin elektrik, santexnik. Ana. O'zi ham 3 etaj ekan bu. 3 etaj, ha. Mana ketganiga ketgan. Mana. 1 etaj. O'zi ham ko'rib yotni ko'ramizmi yo shart emasmi? Birinchi etaj aylanarkan nimagan birinchi etajga. Buni qarang, kattaliklarni qarang. Kiring. Ishkariga. Ana shunday mancha ekan, ha? Juda katta uy. Bu bir kishining uyimi? Necha kishining uyi bu? O'zi bitta odam quryapti. Bitta odam quryapti shu narsani. Necha kvadrat metr chiqadi shkaturkasi o'pish? Shkaturka 2000 ga boradi. 2000 ga boradi. Fasad ham 1000 ta bo'lsa kerak, ha? 3 etaj katta-ku. Fasad где-то 700. Ozroq bo'ladi. Katta ekan, haqiqat действительно. O'zi ham 4 kishiga 4 ga bo'lib bersa ham bo'lar ekan, 4 ta uchastkaga. O'zi shu niyati. Mana 4 ta uгoldan eshiklari bor, ha? Kelini, qizi hammasiga joy bor. Hammasiga yetib o'rtadi. Bir umrga yetadigan. 4 ta uгolga 4 ta oila, 3 etaj, ha? 3 etaj. 3 etaj ham mana Katta shunday. ish ekan, katta ish Murod aka. Bering sizga. Bitta brigada ham ozliq qiladi. 2000 dan ham oshadi shkaturka.
brigada. Bitta brigadam o'zlik qiladi sizga, по-моему. Bitta brigada bo'lsa normal ishlasa, Ha? Isbot qilolmaydi. egasi unday nima qilmaydi. Ya'ni bitta brigada 3 ta obyektiv, buni o'ziga bitta brigada. Bir sezonni oladi, fasad bilan ichkari turkasi yo'q, отделкасы bitta brigadasiga o'zlik qiladi. Brigadalar bor, misol 4 kishi, 5 kishi, 6 kishigacha har birining o'zining ishi bor-da. Biri santexnik elektr bilan nima qiladi, bir boshqasi bilan. Shuning uchun O'zining yo'nalishi bilan qaysi bir ishga turka qiladi, o'zidan bu qiladi, ish qilib. qaysidir elektrik O'zlari bilan, kelishib qaysidir oladi-da. texnik. To'g'ri. Obunachilar marhamat, nomerlarini qo'yib o'tamiz akamizni, telefon qilsangizlar. Mana 3 ta obyektlari bor ekan, katta. Bitta brigada bo'lsa, bir sezon yaxshigina pul ishlarganingizdan. Bemalol telefon qilaveramiz. Nomeringizni aytingiz. O'zak ayting, keyin nimaga ekranga qoldiramiz. 925 686 81 15. Mana obunachilar, marhamat. Nomerlarini aytdilar o'zlari, telefon qilinglar. Ish garantiya. O'zimiz tanish do'stimiz. Puli uchun 100% javob beradi. Obunachilar, xayr, sog' bo'ling. Mayli. Do'stim, Telefon qiling, обязательно akamiz ko'taradilar. 3 ta yangi obyektlari ishlari bor.